Salomatchiligi zo'r odamlar yana ham salomat bo'lib ketay deb tosh ko'targanda men mazza qilaman. Tosh ko'taradi, bir narsa temir tezaklar ko'taradida, ittiman adyol ko'tara olmay uxlab yotadi. Kurashga boradi. Men borsin, bunday ibodatni qo'yib turib uni qilmasin-da. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda eng munofiqqa og'ir namoz bomdod dedi. Ha, mana stoldan katta 4 ta 5 tasini ko'tarib qo'ygan bu sportsmen janobi oliylari ertalab yarim kilolik adyolni ko'tara olmay uxlab yotaveradi. Bu qanday bo'ladi? Bomdodga bormaydi. Toshni ko'taradi. Masjidda Qur'on o'qiydi. U yerda muzika qo'yadi, eshitib o'tiraveradi. Oppa naushnikni ham taqib oladi, simi yo'g'idan. 15 minutda bir aynadiganiga borib, u betini qo'lini ko'rsatib, bu yog'ini qo'lini ko'rsatib, yo o'zida, yo statusida, yo telefonda, yo jo'ra gruppada surat turgan bo'ladi. Alloh sizni tashqi ko'rinishingizga qaramaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday dedi hadisda. Innallohu la yanzuru ila suwarikum. Bu chiroyli suratingga qaramaydi. Agar yashasang chiroyli bo'lsa qamaydi. Qarasang bilasan qayerga qarab tortib ketishingni. Wala ila ajsamikum. Seni jismingga qaramaydi deyapti. Ila qulubikum va amalikum. Qalbingga qaraydi, amalingga qaraydi deyapti. Kechqurun tosh ko'targani bor, ertaman bomdodga ham borta sen. Ibodatga ham borta. Salomatchilikni nima uchun qilamiz? Salomatchilik bizga bo'lsa, shu salomatchilik ibodat uchun kerak. Bizga boshqa nimaga kerak?